Xorazm viloyati soliq boshqarmasi tomonidan kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, bu borada ularning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan ochiq muloqotlar o'tkazilishi yo'lga qo'yilmoqda. Shu maqsadda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining belgilangan jadval asosida hududlarda tadbirkorlar bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Ana shunday uchrashuvlarning navbatdagisi Shovot tumanida tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Soliq boshqarmasi rahbariyati mas'ullari ishtirokida o'tgan ushbu uchrashuvda tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan dolzarb masalalar muhokama qilindi. Mazkur uchrashuvda kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, bu borada ushbu tarmoq vakillariga berilgan yengilliklar hamda soliq imtiyozlari, shuningdek soliq organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotni oldini olish, norasmiy tadbirkorlik faoliyatini soyadan olib chiqish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib, tadbirkorlarga mavjud imtiyozlar to'g'risida batafsil tushunchalar berildi. Uchrashuvda prezidentimiz joriy yil 19-mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqotida tadbirkorlikni rivojlantirish borasida belgilab berilgan yo'nalishlar bo'yicha imkoniyatlarini ishga solib, faoliyatini rivojlantirishni niyat qilgan bir qator ishbilarmonlar so'zga chiqib o'z takliflarini bildirdi. Xususan, uchrashuv jarayonida bir qator kichik biznes subyektlarining loyihalari bilan yaqindan tanishilib, tadbirkorlarning eksport salohiyatini oshirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan biznes loyihalari o'rganildi. E'tiborlisi, ushbu loyihalar amalga oshirilgach, nafaqat tadbirkorlarning o'zi uchun, balki davlat ramnaqi hamda budjet tushumlarining ortishiga ham xizmat qiladi. Muloqotda ishtirokchilarning soliq imtiyozlaridan foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, qo'shilgan soliq to'lovidan hosil bo'lgan summani boshqa soliq turlariga o'tkazish va qaytarish, tovarlarni raqamli markirovka qilish kabi muammolari o'rganildi.